Yaponiya kun sayin yeshayotgan Xitoy tahdidiga qarshi mudofaa sohasida yangi qadamlar tashildi. Yaponiyaning davlat mudofaasiga ajratgan xomchotini oshirganligini ko'rgan Xitoy, yangi avlod qurollarning sonini oshirish orqali dengizda hokimiyat qurish tirishchanligini kuchaytmoqda. Yaqinda Yaponiya kelgusidagi 5 yil uchun 242 milliard dollarlik mudofaa xomchot ajratdi ve 2. Dünya urushi oxirlashgandan buyon tunji qitim aviamatka yasash qarori chiqadi. Yaponiya dengiz armiyasining eng cho'ng paraxoti bo'lgan Izumo tipliq tikuchar paraxotini aeroplanlar uchib qo'na oladigan shaklda o'zgartib yasash plani mutaxassislar tomonidan Xitoyga qarshi besilgan bir qadam deb qaraldi. Sharqi Turkistonlik Uyg'ur yosh akademik Burhan sayti, Turkiya bilim va texnika tadqiqot organi va Turkiya bilimlar akademiyasining 2018 yillik mukofotiga erishdi. Uyg'ur akademik Burhan sayti, Turkiya bilimlar akademiyasining 2018 yillik yuqori natija qozongan yosh tadqiqotchilar mukofotini Turkiya Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning qo'lidan topshirib oldi. Sharqi Turkiston Majlis Raisi Sitem Türk, Mehmet Akif Üniversitesi Türk İslam Medeniyetleri Uyuşmasının teklifi bilan qatnaşgan yig'inda Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmi va Xitoyning assimilyatsiya siyosati haqida doklad berdi. BDT irqiy kamsitishni yo'qotish komitetini o'z ichiga olgan nurg'un tashkilotlarning dokladlarida o'tirg'i qo'yilganiga o'xshash, Xitoyning Sharqi Turkistonda oz deganda 2 million xalqni lagerda asir tutayotganligi dunyo jamoat fikrida keng o'rin ilishga boshlagan bir vaqtda partiyasining Turkiya Büyük Millet Meclisi Kişilik Hukuk Komitesiga sungan Sharqi Turkistondagi kişilik hukuk tajovuzchiliklari va yig'ilish lagerlarining tekshirilishi haqidagi taklifi Adalet ve Taraqqiyot partiyasining rad qilishi, Millatchi harakat partiyasining ovoz berishdan chekinishi bilan rad qilindi. Erdoğan bilan Trump telefonda ko'rishgandan keyin tuyuqsiz chiqarilgan Amerikaning Suriyadan askar chekindirish qarorining Isroiliya va Paris qo'ltiqi davlatlar orasidagi uchrashlarning kuchaydiganligi haqida to'xtalgan amerikalik faoliyatchi Schneier, Veliahd Shahzoda Muhammad bin Salmanning o'ziga Isroiliya bo'lmasa biz taraqqiy qila olmaymiz deganligini bildirdi. U Isroiliya vaqti gezisiga qilgan so'zida Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuning 1-oyda Beyrutda ziyorati bo'lganligini va Isroiliya Paris qo'ltiqi davlatlari orasidagi diplomatik munosabatlarning yangidan boshlanishi uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirdi.